Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Cobalt Midnight mashinasi propan o'rnatib berdik. Har doimgidek Nordic reduktor, original Rayar injektor и Baskoy 24 ga 4 blok upravleniya bilan chiroyli qilib qo'yib berdik akamizga. Hozirgi yangi chiqqani datchikchali, ichkaridagi tablo, sidenkalari yangi vipsga chiqqanlarini. Ishlashlari ideal bo'ldi, hammasi. Оборотлari ham hamma tomonlama chotki ishlayapti mashina. Propanga gazga o'tdi mashina. Orqasiga keladigan bo'lsa, 40 litrli tabletka balon, taylari shumkalar qilib, akkuratni qilib, chiroyli qilib o'rnashtirib berdi akamizga. Zapravочныйlarni termotrubka bilan ko'rinmaydigan qilib. Rahmat, o'ngizdan bariga tur. Bunday qilib qarasa ham option ko'rinmaydi, zapravочныйlar idealni bo'lib joylashdi. Rahmat. O'ngizdan bariga tur aka, yasha. Sog' bo'ling. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.